Vay adam bozak qilishini biladi. Shu emas bu. Elala, yeni neşbüt. Yeni üzülgen neşbüt. To'xta. Oyca. Neşbütne gel. Tez bo'la. Mayli. Vay hocam, sizle neşbütni bir yendi la. Men degan xon jamiyatidan sening yuzingni qilib neşbütni yedim. Sen men qo'g'in sovuq qilib rahmat elsang bo'ladi texi. Nomussuz. Alilar özlerini besivaslar. Boy xon jamiyatidan bo'ldim deb fuqarolarni texmi bo'zaq qilib turibdi. Alilar oltin tanlarini asırsızlar. Şahim, Haniş. Nəsirdin, dal vaqtida kelding. Alilarning yaqindan bo'lgan kayfiyati yaxshi emas. Alilari Aliyada tuqunum desa, boyining texmi askilik qilishidan, demaydiz ajdodlarga yuz kelmaslikdan ansirayotidu. Sen tez amal o'ylab baqsang bo'pti-ki. Xotirjam bo'slar. Men cho'qim boyni o'z roziligi bilan bu ishdan voz kechtirman. Apa bu nim qildim? Turdi. Xo'roz menga be xon jamiyati turib xo'roz o'ynasam qandoq bo'ladi? Ha? Bu mening yaqin do'stim tursa. Turdi, ikkimiz birga o'ynaylik. Qaytib ket. Nerede xon jamiyati qalandarlar bilan birga o'ynaydigan ish ba? Aliya hamma? Kim sening hammankan? Siz degan hozir xon jamiyati. Tez men salom qilmay qarab tursan-ku. Apa, av chiqqan tilla kimningdi? Qani, nerede? Ha? Turdi! Seningdek ahmoq ko'rmabdikanman. Xon jamiyati bo'lish nima degan yaxshi. Men bo'lay debmi bo'lamayman texi. Sening bog'ing bos bo'lavergan, lekin mening bog'im yo'q. Xo'rozam, biz endi qandoq qilamiz? Xon jamiyatining odami bo'lsam, sen bilan birga o'ynayolmayman. Agar turdi o'rdaga kirib ketsa, biz bilan o'ynayolmaydi. O'rdadagi qoidalar behtolla. Qoida. Ha, to'g'ri, men topdim. Shayim. Shoh olilari Selimboy bilan Oliya ko'rishishni iltimos qilib ketdi. Dal vaqtida kelibdi. Tez kirsin. Düşürmüşler yine. Begim. Nima qilyapsizlar? Tez bo'lsizlar. Shohimga salom. Hammamiz o'z odamlar. Salom qilmasanglar bo'ladi. Tez o'ltiringlar. Xon jamiyatidan salohiyatlarni unutib qolibsizlar. Ya tiktirsizlar, ya o'ltirsizlar. Ma'qul xotin. Bu tuqqanlik munosabatini e'tirof qilgandan keyin ishlarni o'rda qoidasi bo'yicha bartaraf qilish kerak. Shundoq bo'ladi. Bundan keyin Oliya o'rda tursin. Uyga qaytib ketishga bo'lmaydi. Xo'p, alilari. Kelinglar. Labbay alilari. Oliyani orqa o'rdaga boshlab chiqinglar.
Bay, siz xon tuquni bo'lgandan keyin kunda o'rniga kelib ishlang. Do'konni setib eting. Do'konni setib eting? Yana ko'proq bosh topshirasiz. Nima, qo'shilmamsiz? Yo'q, unda emas. Men hozirla qaytib bejiray. Ali amma. Nəsirdin. Bay hocamni ko'rginiz keldimi? Mening bay hocam bilan sizni ko'rishtiradigan amalim bor. Tez men bilan ming. Maqol. Bay hocam ana. Xotin. Xotin. Benim yaxşı xotinim. Begim, mening isuzadı bo'g'im yo'q. Uyga ketkim bor. Orada har qancha yaxshi olsam, yana o'z uyimga yetmaydi ekan. Seni bek sığındım. İstilzadı bulaşının bunca avarcılık işkeligini qat'iy o'ylamabdiman. Bilgan bo'lsam hergiz bunday qilmaydim. Bay hocam, boshqa ish bo'lmasa men qaytdim. To'xta. Nəsirdin, sen aqlli bola. Bir amal qilib Aliya hammani uyga qaytirib olib bergan bo'lsang yaxshi bo'lardi. Bu ish oson emas, chumi. Turdi, bizni uyda saqlayapti to'xi. Bo'ladi amisa. Nima? Nasabnoma xato yozilib qopti? Shundoq. Qop yuraklar, meni oldig'idek bo'ldinglarmi? Shohim, men gunohimni tonidim. Nəsirdin tezga qilsangchi. Shohim, o'zlarini besivasizlar. Sizlar xalqni xuddi o'zlarini so'ygandek yaxshi ko'rlar. Har bir puhra sizlarning tuqqanlari. Bu gap yo'lliq bo'ldi. Sizlarni bir qitim kechirib o'tay. Aliya, uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Shohimga ko'pdan ko'p rahmat. Bay, xalqni yana bo'zaq qilishingizga qat'iy ruxsat yo'q. Bo'ladi. Turdi, balam, qara. Apam qaytib keldi. Senin oğlum. Apa! Oy Allah oğlum, senin oğlum. Sizlarni bek sığındım. Ben de seni pek sevindim oğlum.